Akasi bilan bir kecha qolib ketgan kichkina qizni beg'ubor bolaligidan asar ham qolmadi. Akasi unga nima qildi ekan, buni video davomida bilib olasiz. Filmni to'lig'ini ko'rishni xohlasangiz Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Kanal manzili kommentariyada. Video boshlanishidan oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Erik Daniels tez orada sport kollejini bitiradi va kelajakda taniqli regbi o'yinchisi bo'lmoqchi. Uning singlisi Rose esa hali maktabni ham bitirmagan va o'z dardini o'rmondagi kimgadir to'kib sochmoqda. Ularning ota-onasi mehmon kutishga tayyorgarlik ko'rmoqda va tez orada ularning uyiga qo'shnisi Waterslar oilasi tashrif buyuradi. Ularning qizi Jessicani ko'rgan Erik kuchli hayajonda, chunki unda ko'ngli bor. Yigitning otasi Nate shuncha mehmonni ichida o'g'lidan faxrlanishini aytadi. Rose esa ularning orasida o'zini ortiqchadek his qilmoqda. Chunki ahmoq ota barcha farzandini birday ko'rish o'rniga o'g'lini qizidan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rardi. Rose xafa bo'lib o'rmonga qochib ketdi. Akasi esa uning izidan borib har doim birga o'ynagan joylardan topadi. Aka va singil bir-birlarini juda ham yaxshi ko'rardi. Ular hatto daraxtlarga ismlarining bosh harfini yozib, plus belgisini qo'yishgan. Kechga yaqin ularning ota-onasi biznes uchrashuviga jo'nab ketdi. Erik uyda hech kim yo'qligidan foydalanib Jessicaga surnay chaldirmoqchi. Ammo qiz surnayini o'zing qo'lingda chalib yuraver deb javob beradi. Erik esa shu paytgacha bunday ruhiy zarbani qabul qilmagandi va mashg'ulotga jo'naydi. Kechasi yigit o'rtoqlari bilan mashinada o'tirganda, ular shuncha paytdan beri bitta qizni eplab ko'ndira olmagani uchun Erikning ustidan kulishadi. Yigit shu joyda ziyofatni to'xtatib uyiga qaytdi. Bu orada Jessica Rose'ga manikyur qilib, nima qilsang qilov, lekin chichgandan keyin обязательно to'tingni sonlab yu deb panetka bermoqda. Rose esa avval o'zingni bil deb svetni o'chirmaslikni so'raydi. Ertalab Nate bilan Mary uyga qaytadi, ammo ular qizalog'ini hech qayerdan topa olishmaydi. Vahimaga tushgan ona Jessicaga o'dag'aylanib qizi qayerga ketganini so'rab baqiradi, ammo Erik oyisini olib ketdi. Tez orada politsiya Maryga qo'ng'iroq qilib, uning qizi o'rmondan topilgani haqida xabar beradi va Erik singlisiga diqqat bilan qarab, unda nimadir g'alati ekanini his qiladi. Men ham diqqat bilan qarab shuni bildimki, onasining egizak qalpoqchalari va singlisining qoshi yo'q ekan. Qiz uyga qaytganda o'zini xuddi birinchi marta bu yerda yurgandek his qilmoqda. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatib like bosib qo'ying, chunki faqat shu yo'l bilan mehnatimni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Like'lar soni qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda chiqayotgan videolar soni ham ko'payadi. Sizning esa 1 sekundgina vaqtingiz ketadi xolos. Like'lar uchun rahmat. Ertalab Rose sevimli nonushtasi cho'chqa go'shtidan qilingan bekonni yeyishdan bosh tortdi va televizorda o'zbek kino tomosha qilyapti. Buni ko'rgan onasining yuragi tushib ketdi. Nima jin urdi ekan qizimdi deb. Erik tunda singlisining xonasini poylaydi va uning ko'zga oldida jilmayishni mashq qilayotganini ko'radi va singilchasining g'alati bo'lib qolganini tushundi. Ertalab Erik yugurish paytida Jessica va otasi Watersni uchratdi va erkak yigitga qizini onasidan himoya qilgani uchun rahmat aytdi. Uyga qaytgan Erik Rose'ni yerni qozib, u yerdan chuvalchangni olib yeyotganini ko'radi va bu to'chna qahramon tabibning videosini ko'rgan deb ichida o'ziga o'zi gapirdi. Kechasi yigit oshxonadan pichoqni olib singlisini har doim boradigan o'rmondagi joyiga bordi, lekin hech narsa topa olmaydi. Ammo uyga qaytayotganda Jessica butun tanasi bilan derazadan qarab turganini ko'rib dahshatga tushdi. Ertalab Erik bekonni ataylab singlisi uchun pishirdi va yeyishga majburlaydi. Lekin birozdan so'ng u yegan ovqatini hovliga qisayotganini ko'rib, bu uning singlisi emasligini tushundi. Kechqurun Erikni o'rtoqlari ziyofatga taklif qiladi va spirtli ichimliklarni ichgan yigit mast bo'lib, maktabning eng zuvalasi katta qiziga 2 putini ko'tardim, o'rtasidan itardim deb topishmoq aytib beradi. Topishmoqning javobi esa arava edi. O'sha payt yigitning ko'ziga birinchi Jessica, keyin esa boshi yorilgan Rose ko'rindi va kayfim oshib qoldi deb uyiga qaytayotganda yana Rose ko'ziga ko'rinyapti va daraxtga borib uriladi. Shundan so'ng mashinadan tushib, o'rmonga sudralib ketayotgan qandaydir jonzotni ko'rib dahshatga tushdi. Gaylar uning mast ekanini payqab, mashinani srazi setkaga tiqadi va yigitning o'zini kayfi tarqaguncha qamoqda saqlaydi va keyin qo'yib yuborishadi. Uyga qaytganda esa onasi undan hafsalasi pir bo'lganini aytdi. Shundan so'ng bu so'loqmon oyisini xafa qilib qo'ygani uchun emas, pulsiz qolib ketmasligi uchun undan kechirim so'ramoqda. Oyisi esa xuddi hech narsa bo'lmaganda uni quchoqlab bag'riga bosdi.
Ertalab pravasini ko'tiga tiqqan yigit velik haydashga majbur bo'ldi va derazada Roz va Jessikaga ko'zi tushadi. Onang demirlar xuddi radarga o'xshab turibdi. Nate o'g'lini kafega olib kelib, sessiya yaqinligini yana bir bor eslatdi. Shuning uchun u tayyorlanish kerak. Birozdan so'ng ko'tyalang Jessika bilan otasi kafega kelib, ularning stoliga qo'shildi va keyin ikkala ota farzandlarini boshini qovushtirib qo'yish haqida gaplashganda, Jessika o'zini uyalgandek ko'rsatib chiqib ketdi, lekin otasiga SMS-dan qalin pulini ko'proq so'rang deb yozadi. Kechqurun yigit onasini Rozga ertak aytib berayotganini ko'z yoshlari bilan tinglaydi va oldingi singlisini sog'inib yig'lamoqda. Mary o'g'liga ertaga otasi bilan yangi biznes uchrashuviga ketishini va Jessikaga ishonmasdan singlisiga o'zi qarashini talab qiladi. Tunda hamma uxlagan payt Erik Jessikaning xonasida chiroq yonganini payqab, tegin tomosha ko'rar ekanman deb durbinda qaraydi. Lekin qiz pichoq bilan tomirini kesayotganini ko'rib, u tomon yuguradi va hayotini saqlab qoldi. Kasalxonada hushiga kelgan Jessika Erikni ko'rib baqirishni boshlaydi va bu yerdan yo'qol, og'zlaringga chichay seni deb haydamoqda. Buni ko'rgan Waters unga qizini qutqargani uchun rahmat aytib, nima uchun qiz uni so'kayotganini so'raydi. Erik esa mendan nima so'raysan, o'zing tarbiya bermagansan-da, deydi. Kechga yaqin Mary qizi bilan xayrlashib, ertalab qaytib kelishga va'da berdi va Erikdan singlisiga yaxshiroq qarashini so'raydi. Ular ketgandan so'ng yigit qizdan aslida kimligini aytishini talab qiladi va to'satdan qizning ko'zlari qorayib ketib, dahshatli maxluq singari gapira boshlaydi va maqsadi Erikni o'ldirish ekanini aytdi. Yigit qo'rqqanidan qo'liga pichoqni olib derazadan qaraganda, boyagina kasalxonada yotgan Jessika turibdi. Erik asabiylashib undan nima bo'layotganini tushuntirishini talab qiladi va bor kuchi bilan bechora Rozning basharasiga shapatlab yubordi. Aslida qizlarni emas, bu so'toq o'zining ichiga jin kirib olgan shekilli. Qo'liga pichoqni olib Rozni chaqiradi, ammo u javob bermagandan so'ng xonaga buzib kirib, qo'rqinchli rasmlar va Rozni qandaydir maxluq bilan qo'l ushlashib turgan chizmalarni ko'rdi. Keyin Erik belkurakni olib, singlisi har doim boradigan o'rmondagi joyga borib, yerni biroz kovlagandan so'ng yer tagidan yosh qizaloqning qo'li chiqdi. To'satdan Roz paydo bo'lib, Erikdan izlagan narsangni topdingmi deb so'raydi. Keyin Roz kutilmaganda terisini shilib tashlaydi, ichidan esa ulkan tarakanga o'xshaydigan maxluq chiqib keldi. Erik undan qochayotganda kaypanglab yiqilib tushadi va hushini yo'qotdi. Birozdan so'ng o'ziga kelganda maxluq unga hammasini eslashi uchun xotirasini tiklashga yordam bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, Erik o'sha kechada do'stlari uning ustidan kulgandan so'ng aroq ichib, piyonista holida uyiga qaytibJessikani zo'rlagan. Baqir-chaqir ovozlarni eshitgan Roz pastga tushganda buni ko'rib qolgan va keyin qizaloq akasidan qo'rqib, o'rmon tomonga qochib ketgan. Erik uni ushlagandan so'ng bo'lgan voqeani hech kimga aytmasligini talab qiladi. Lekin Roz buni rad etdi va akasidan qochaman deb tepalikdan tushib ketadi va boshi bilan toshga qattiq uriladi. Roz hayotining so'nggi lahzasida ham akasidan yordam berishini so'raydi, ammo Erik Jessikani zo'rlaganini hech kim bilmasligi uchun singlisini qiynalib o'lishini kutdi va shundan so'ng uning jasadini yerni qozib ko'mib tashlaydi. Erik ko'zlarida yosh bilan hushiga kelib Rozdan kechirim so'raydi va uni o'ldirganidan afsusdaligini aytmoqda. Maxluq esa vahshiy akani singlisi bilan o'tgan xotiralarini chuqurroq eslatdi. Erik aybdorlik hissidan o'zini kechira olmayotgan bir paytda Jessika paydo bo'lib, uni belkurak bilan bir necha marta urib boshini yoradi va "Sening bilan meni hayotimni barbod qilding" deb baqiradi. Shundan so'ng o'rmonga politsiya yetib keldi va dahshatli hikoya o'z nihoyasiga yetdi. O'zmano taraka maxluq emas, akasi maxluq ekanda, Gargamelda bolasi. Menimcha bu bola otasini achigan urug'idan bo'lgan bo'lsa kerak-da. Agar shu videoda 30 mingta like bo'lsa, oyga uchib o'sha yerda stream qilaman. Oyda stream qilgan birinchi bloger bo'lishimni xohlasangiz like bosib qo'ying. Film va video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Paka-paka.